O'zbekiston Milliy kutubxonasida Jamoat xavfsizligi universiteti boshlig'i, polkovnik, yuridik fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist Mirza Yusuf Rustambayevning Jinoyat kodeksiga sharhlar 3 qismdan iborat kitobining 6-nashri taqdimoti o'tkazildi. Ushbu yangi nashr O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga 2025-yil 1-sentyabrgacha kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlarni inobatga olgan holda tayyorlangan. Unda amaldagi qonun hujjatlari, tergov va sud amaliyoti, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi qarorlari asosida jinoyat huquqining umumiy va maxsus qismi masalalari yoritilgan. Yangilik o'rnida aytish mumkinki, kitobdagi QR kodlar orqali moddalar sharhida berilgan normativ hujjatlar matni bilan tanishishingiz mumkin. Mana shu qo'limdagi sharhni bugun juda ko'plab huquqshunos olimlar, amaliyotchilar, ayniqsa huquqni qo'llaydigan o'sha surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari kutib turibdi. Chunki mazkur sharhda yangiliklar, qonunchiligimizga kiritilgan o'zgarishlar ilmiy nuqtai nazardan sharhlab ochib berilgan, bu huquqni qo'llash amaliyotini yana ham osonlashtiradi. Yangi nashrda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar jinoyat huquqiy munosabatlarning zamonaviy talablariga mos ravishda takomillashtirilganini ko'rsatadi. Jazoni almashtirish, ozodlikni cheklash va shartli ozod qilish kabi institutlar aniq huquqiy mezonlar bilan boyitilib, ularning qo'llanish amaliyotida aniqlik va barqarorlik ta'minlandi. Shuningdek, foydali qazilmalarni ruxsatsiz qazib olish, sport sohasida korrupsiya, internet orqali giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasi, odam savdosi kabi ijtimoiy xavfli qilmishlar uchun javobgarlik kuchaytirildi. Shu bilan birga, intellektual mulk sohasida huquqiy tartibga solish tizimi soddalashtirilib, huquqlarni buzganlik uchun jazo choralari kuchaytirildi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yopiq sud majlisi ma'lumotlarini oshkor etmaslik kabi o'zgartirishlar sharhlab berildi. Ushbu o'zgarishlar milliy jinoyat qonunchiligining insonparvarlik, adolat va huquqiy aniqlik tamoyillarini yanada chuqurroq ifoda etib, jinoyat huquqiy siyosatni demokratik islohotlar yo'nalishiga muvofiq ravishda yangiladi.